Assalomu alaykum hammaga. Bugun 21-may kechki soat 11 bo'lib qopti. 106-topik imtihoni 106mi? 102 ekan. 4-test savoliga keldik. 4-test savoli bu bizda Yusomun popida, lekin Yusomun popiga qaramasdan turib so'zlardan to'g'ri javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Boshladik. Matnda qarasak, asosiy so'z yesang so'zi bor. Yesang bu bizda taxmin, farazni bildiradi. Taxmin hamda farazda ishlatiladi. Ya'ni oldindan aytiladigan taxmin farazda gap ya'ni gapimiz oldindan aytilgan taxmin faraz, kutilgan reja bo'ladigan bo'lsa, variantlarning ichidan qadji yoki chorom so'zlarni qidirishimiz kerak bo'ladi, grammatikalarini. Ya'ni oldindan aytiladigan prognozlar bo'ladigan bo'lsa, qadji hamda chorom variantlarini qidiramiz. Birinchisida tase, uchinchisida myon, ikkinchisida to'ngan va to'rtinchisida mana qaji so'zi turibdi. O'zi nindero grammatikasining sinonimi gotko va qaji hisoblanadi. Lekin biz oddiy yesang hada so'zi, ya'ni yesangdan kelib chiqib, yesangdan keyin katta ehtimol bilan qaji hamda chorom grammatikalarini qidirasizlar. Bu yerda mana qaji anaqasi kelib chiqib turibdi o'zi. To'g'ri javobimiz to'g'ri bo'ladi. Bu sizlarga yana aytganimizdek, ko'p so'z bilmasdan bitta ikkita so'zga tayanib to'g'ri javob topish hisoblanadi. Keyingi savolimiz bu 5-ilk savol bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Hammaga rahmat.